Assalomualaikum obunachilar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Sizlar ham shu bomdod namozidan bahramand bo'lsin deb videolarni olib boshladim. Hamma jamoat jam. Hozir hammalar shu yerga yig'nalib o'tiribdi. Hozir bomdod namozimiz boshlandi. Tahajjud namozlarini o'qidik. Xudo xolasa hozir bomdod namozlari boshlanadi. Hamma shu yerda. O'ta go'zal joy, masjiddamiz, chiroyli joylarda. Bugun Xudo xolasa Madinani tark etib Makkaga yo'l olamiz. Xudo xolasa Allohim yo'llarimizni bexatar etib sog' omon bormoq nasib etgay. Xudoyim Rabbim hammangizning xonadoningizga payg'ambardan salovat salomlar aytdim. Xudoyim hammangiz ishi umra hajlarına kelib payg'ambarimizning qabrlarini ushlamoq, hammangiz shularga kelib namozlar o'qimoq, niyatlaringizni Allohga aytmoq nasib etsin. Xudojonim hammangizga yaxshi tilaklar tiladim. Mendan umid bo'lib kutib o'tirgan barchasiga Xudoyim shu videoni ko'rganlar ham, shu videoni ko'rib men ham borsam deganlar ham Xudoyim shularga kelgay. Xudoyim hammaning niyatini Alloh qabul etgay. Parvardigorim hammangizga yaxshi kunlar avatgan. Allohim mingta shukr, tinchlik, xotirjamlik, hamma o'z yo'lida yuribdi. Xudoga shukr. Madinam shunday go'zal joy ekan. Hamma kelib shudan bahramand bo'lsin. Bering hidlarni aytasizlarmi? Ajoyib hidlari bor ekan. Mushka anbar hid kelib yotadi ekan bu yerdan. Alloh taolo shunday go'zal etib yaratgan ekan bu yerlar payg'ambarimizni. Akşam meçhitlere bardık, hurma bağlarına bağladık. Yo'llardan ham duo, meçhitten duo kıldık. Peygamberimizin barış yo'llarda voqea kelgan joylarına bardık. Uhud dağlarına bardık. Xudoga shukr, ajoyib suhbatlar bo'ldi. Hamma xursand. Xudoga ming qatına shukr. Hamma shu yerda hozir butun dunyoning odamlari kelib o'tiribdi. Parvardigorim sizlar ham shunday yerlarga kelmak nasib etgay. Nasib ro'zatgay Allohim. O'ta go'zal, o'ta chiroyli joylar ekan. Masjidingiz shunday go'zal ekan. Alloh tahajjud namozlari o'qiysiz. Masjid namozlari, nafil namozlarini o'qib, hamma narsadan bahramand bo'lib o'tiribmiz. Tasbihlar aytib o'tiribmiz. Xudoga shukr. Tinchgina, yaxshi joy ekan. Odam ketasin kelmaydigan, shularda qalib azatib o'tiradigan joylar ekan. Hozir sizlarga bomdod namozining ovozlarini eshitiraman Xudo xolasa. Parvardigorim o'zingdan o'zga muhtoj etmagay hech kimni. Kasallarimizga shifo bergay va o'qishga kirolmagan bolalarimiz o'qishga kirgay. Xudojonim baxtsizlarga baxt, davlatsizga davlat bergay. Xudoyim apamning bolalar ham o'qishga kirib baxtli, saodatli bo'lsin. Qarindosh tug'anlarimizning ham saodatli bo'lgay. Qo'ng'ish avolarimizning ham Ayshaning uyidagi qizlar ham baxtli, saodatli bo'lgay. Aysam kasalidan xalos bo'lgay. Xudoyim qo'ng'ishim Ruslanning uyidagi qizlar ham baxtli bo'lib o'qishlarga kirgay. Shu Albirina ko'chasida hammaning tilak tilayman.
Temos o pessoal. Quando se ajuda. As mamas sobre. Gente. İzmir'de kuruyor. İzmir'de kuruyor. Hazır Bamdad namazını okuyumuz şimdi. Hamma komşu avalara, merhametin uyindekilere, özümün ülkelerimem, sabır ikem, azim ikem, atanazar ikem, barcha oilamizdagi hammasini apamın uyindagilaram, hamma mahkumum uyindagilaram, Umida qizimin oilasini, komşularimizdagi menden umidvor bo'lib o'tirgan bandalaring hammasine duo qildim. Payg'ambarimizdan salom salovatlar aytdim. Enajon opam Sulton akaning nomlaridan ham aytdim. Go'zaling nomidan ham aytdim. Jahongir gelinlaring ham nomidan aytdim. Mashhuraning nomidan ham, Shavkatjonning nomidan ham aytdim. Allohim o'zi hammangizga tilayman. Baxtli, saodatli bo'lgaysizlar. Xudoyim hamisha sog' salomat bo'lgaysizlar. Xudoyim. Rabbim. Amin.